Qadrdonlar, Toshkent tumani Hasanboy kelganmiz. Betonkani yo'lidan 8 metr kirganda o'rtoqlar okamlarning boshiga Allohning sinovi kelgan ekan. O'shanga joylarni sotishga majbur bo'lyaptilar. Hasanboy atrofida 13.300 dan bir sotuvga yer hech qachon topa olmaysizlar. Hop, lokatsiyani ko'ryapsizlar, mahalla asfalt qilingan, hamma kommunikatsiyalari bor. Glavniy yo'lni ko'ryapsizlar, hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? O'rtoqlar, mana shu ko'chamizda, mana shu xonadonimizda sotuvga tushgan 7,5 sotuvli yer maydoni. Fasad razmerimiz 14,5 metr, uzunasiga 56 metr. Ichkaridan kirib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Hasanboy atrofidan 13.300 dan bunaqa narxga hech qachon yer topa olmaysizlar. Qo'li maydonimizni ko'ringlar, 7,5 sotuvli yer maydoni. Ko'ryapsizlar. Hop, okamlar aytayotdilar, binolarni buzib olib chiqib ketaman, agar kelisha olsak, quyuq suyuq tashab ketaman deyaptilar. Hop, lekin bunaqa narxga bunaqa joy topa olmaysizlar. 13.300 dan to'g'ri kelyapti. Hasanboyda bilasizlar o'zi nech pulligini yer narxi. Xullas, okalar, mana bundoq kelyapti-da, ham tunikigacha ham. Bu yog'i to'g'ri ketyapti. Bu yoq tarafini ko'rsam, mana bu yoq tarafi betonka bo'ladi. Lokatsiyasi zo'r. Mana yer maydonimizda tekis to'rtburchak joy. Qo'yayotman-u, okamlarga sразу pul срочный anisiga borib, bolalarni yotqizmasalar bo'lmas ekan. Xullas, 7,5 sotuv narxini 100 ming dollar so'rashyapti. Yana albatta tepasi turib kelishgan joylar bo'ladi. O'rtoqlar, agar pulinglar bo'lsa, shu lokatsiyadan qidirib yurgan okalar bo'lsa, olib qo'yadigan joyi. Xullas, mana sotilyapti.